Assalomu o'rtoqlar, sizlar bilan har doimgidek Shohxalay o'rtoqlar, sizlar bilan bugungi videomizda Sara va Ayonga, fayillar to'plamiga reaksiya qilamiz. Menimcha video qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Hop, unda biz sizlar bilan videoni boshlaymiz. Yana bir narsa, videoga like bosib, obuna bo'lib ketish istidan chiqmasin, chunki har kuni xudo xolasa yangi videolar chiqib boradi kanalimizda. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ladi. Unda videoni endi boshladik. Dada damni ham qo'yib yuboribdi. Dam kirab top chiqaymi? Ha, qo'yag'iga o'xshamasdan damla. Ko'z tegmasin. Sizda 5, uyga kiravering toychog'im. Sizda ichki 2 bor ekanda Xontaga kiring. Nega dada? Xontaga qamab uraman hozir. Usta mana motoraplarni rastor qilish kerak, shuvoloq qilish kerak. Ya dada. Vallahi mana Ash Muhammad Ali Mahmudov ham yoratdi. O'g'li bor payt kirdi. Dadam sigaretami? Вот это поворот! Dadam sal narsaga uraveradi. Dadang bilan erkin gaplash, og'ayni do'st bo'lgin, dada bilan shunday gaplash kerak. Hey, oshna nima gap? Вот это поворот! Voy. Rata yomon seriyasini tushunib ketdi, menimcha. Voy, dalasiga borib urdi. Yo'shilashi menimcha. Va endi ko'pirtirish bo'ladi. Mayli, ko'ramiz ham. Voy, kadrni aylantirib qo'yishyapti. Bo'pti, men oshga kirib chiqay. Voy, vallahi ukasi boshlanadi. To'yxona Murodxona ekan. Bali. To'yxonaga qusham o'zini qanotini qoqib kelar ekan. Bali. Biz ham o'zimizning san'atimizni ko'rsatib keldik. Bali. Endi Maxjon, Nodirjon o'zlaringni bitta ot o'yinlaringni, yog'ochlar o'yinlarini ko'rsatib qo'yasizlar. Mizu ikimizni qistiradigan bo'lsa o'zlaring bitta Ay, vale. Ya. Ay, vale. Bajarasan. Ora akan chiqgan. Qism qalay bo'ldi? Faqat bel bu. To'ybosh paskudi ekan. Sanlar dakansa kurashmagansan, ana hayot. Bizni yo'q qolib o'ynab o'tirmaysanmi? Ot kallasini bermaysanmi? O'zi cho'ntagiga tushib olaman men. Bolalar, mahallada boshqa to'y bor shekilli. Ketdik-kiram. To'yxona ibrat ekan. Bobom rahmali Sherzod Qimorvoz desa hamma tanirdi. Mayli. Choylar. Qulay bo'lsa. Ay, vale. Yishga sekin qochirish kerak. Karni, Kimiz o'lgan bo'lsa ham men o'ldirganim yo'q. Ay, vale, bitta. Yakka suyuq oyoq. Men suymayman aka. Hozir oyog'ingni chopaman. Ya, vale. Anada topsam qo'yib yuboraman, ana bo'lmaydi. Uch bahodirda ot qochadi-ku. Yuli, shunga o'xshab qochdi-da. Yo'qol. Ya, vale. Aka yaxshimisiz, yengam yaxshimi? Yavaş vazine. Qani bolam bitta amakini so'kib. Mana seni ko'rganman. Dadasi bolaga nimani o'rgatyapsiz? Aralashma tarbiyaga. Qani bitta onangni ham so'kib ber. Yappa, shan.
Vashsin ko'pirtirish u ketdi. Ayasi, mendiki ish bo'lib ham aytmaydi-ku. O'chirishir u ketdi menimcha. Endi o'zlari professional vayner, endi tushunishadi, bilmadim men ham. O'zing, piqaga o'tir. Jamatar! Qani bolam 50 gram ichasizmi? İçadımı? Nima deyapsiz? Bizni toy bola 100 gram ham ichadi. Dadasi bolaga ichirmang. O'chir o'zingni. Tarbiyaga aralashma. Bola mana shunday bo'lib erkak bo'ladi. Go'r bo'ladi. Sizga o'xshab alkash bo'ladi. Qo'rqo'sh quloqni tagida shang'illama. Boring qol ishingni qil. Sana chilashasi yo'qda. Pomidor bilan zakuska qil. Ha. Menga qara, Hikmatli akanga borasan, bitta chiqishga aroq bilan nos sigaret olib kelasan. Ha, toy bola. Dadas, bolam bunaqa narsalarga Dadas. jo'natmang. Boring uslab keling. Ana yerda bitta pimini o'zi toqqa bir o'zi ketyapti. Bolangga jin urarmidi? O'zi tishi og'rib yotibdi bolani. Bo'pti, nos qo'yaman, yaxshi bo'lib ketadi. Aql. Yutma. Kaypini olib bor. Dadasi, bolangizga qarang, mazasi bo'lmayapti, isitmasi chiqyapti. Vahima qilma. Oy choyga bitta narsa qo'shib beraman, ertalabgacha terlab mazza qilib chiqadi. Oh. Tushundinglarmi? Kachani yoshlikdan o'rgatishibdi-da. Dot, meni ham boshim og'riyapti. Ay vale. Ayasi ham boshim og'riyapti, narkotik qo'shib kelsa. Sizda yo'q. Aniki boshqa narsadan. Bolani uxlatsang, seni ham davolayman. Bu yoqqa kel, dadasi qarang bu sultomatizga. Ya bala. Chekdiymi? Jin. Ey, bu ertalabgacha ko'chada yuribdi. Ota bo'lib gapiraysiz ham. Faqat urmang. Aniyatda bitta pingvin bir o'zi tog'da yuribdi. Ya necha yil o'tsang pingvin yurar ekanlar o'zi. Da tushundim. Pingvin trend chiqdi-ku, bunday o'zi yurib ketadi. Ana shu. Sari bolang erkak bo'lib yuradi ko'chada. Tirjayma. U pingvinizning ham maqsadi bor. Bunisi maqsadi ham yo'q. Ular. Maqsad nima kerak? Maqsad nima kerak? Oy zo'r qila, qarab turinglar. O'g'lingiz giyohvandlik va psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanishda ayblanmoqda. Olib chiqinglar. Kino ko'raman. Xuddi kinolarda edi olib ketyapti bolangni. Ishon. Nima? Yana chakib oldingizmi? Pingvin bor-ku, pingvin. Varsan shu pingvin. Bola dağın körmesin arkada. Tafadar. Alo. Oy. Da, mamun. Xo'p. Lazim qo'yamay. Chachamoqda yaxshimisan? Rahmat, yaxshimisiz? Chachamayapsanmi? Привет, детки. Ой, Настя, как вы? Такой красивый стал вообще. Как дела твои? Все нормально? Ну ладно, давай. Пока-пока. Ладно. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan, Maftun, kstati men yevropeyskiy oilada katta bo'lganman. Otam, menam hammasi yevropeyskiy. Mana shunaqa yevropeyskiy hayotga ko'nikishing kerak sen ham. Jur ketdik kstati oshxona. Обязательно европейский oila bo'lsanglar, soch orqaga ketgan, такой soch o'sganda. Ana g'alati kiyim kiyish. Namasku hayotda menimcha. Menga bonfile olib kelasiz. Kstati medium bo'lsin, maylimi? Siz nima deysiz, Maftun? Европейский oila ruschada gaplashadi, kstati. Осуждаю. Утки. Voy! Привет, как дела? Какой красавчик. Позвони мне, хорошо? Пока-пока. Xo'p, mayli. Tushunmadim, O'tkir aka, o'pdimi sizni? Nimaga o'pgani hayron qolyapsan? Sen bunga ko'nikishing kerak. Men uchun oddiy holat. Ko'nikishingiz kerak. Oxirida menimcha hammasi qiziq bo'lib chiqsa kerak. Men yevropeyskiy oilada tug'ilganman. Kstati, men Nizom pochcham bilan Gulchir xonam bilan borki, Kstati yevropeyskiy deydi. hayot kechiradi. Tushunyapsanmi? Otang ham yevropalik. Ertaga to'ydan keyin xuddi Yevropada yashayotganda yashaysan, Maftun. Европейский hayot. Bu qishloq esa nimasi Yevropa? Maftun, qishlog'imiz Yevropada nima kam joyi bor? Ayniqsa gollandskiy sir, arabskiy qo'y, yaponiskiy tovuq, statiyalik qishlog'imizda belarusskiy traktor ham bor kerak. Chachingni po'sta qilma yo'qot. Obbo, dada, O'tkirning endi yevropeyskiyga ko'ningizlar. Bundan buyoqqa
Eyvallah. Menga qaranglar, bozorda aprislik bo'lmasin. Dumalab ketgan mashinani masta deb sotib olib, hapop pingvinga o'xshab ketavermanglar yana. Zakaz ogoh. Ana shu videoni olinishi tarqab ketadi-ku Instagramda bilasizlar. Birotan lekinchi hayotga gapirganda gapiradi mana shu. Mana brata o'rga. Men bu hayotga gapirganda gapirar ekan. Realni gapiryapman. Ko'rdim-da va ana shuni agar siz ham ko'rgan bo'lsangiz kommentariyga ko'rdim yozib ketinglar. Просто kommentariyga bahona. Like bossangiz, bossangiz bosib qo'yaveradi. Ammo men ham turibdi. Sizlar ko'rmaydi. Bo'linglar, semichkada aldanmaylar. Mana Sarvarga, Olimga, Adhamga, Furqatga, Elyorga, Otashga. Kelintam yo'q, semichkam ketmayapti. Oldin firilib ketdi. Lekin kecha rahmat mashinamni zo'r sotib berdi. O'shandan beri vijdonim qiynalyapti meni. Ayol kishi haydagan mashina deb, eshak mingan mashinaga o'xshaydi mashina. Sotdikka nima bo'lsa ham? Yangi semichkachi? Menga konkurensiya. Konkretli. O'rtoqlar, o'zgarish vaqti keldi. O'zgarish O, vaqti keldi. bratan olib chiqishibdi videoga. Lekin bu videoni haqiqatan ko'rmadim. Bratan olib chiqishibdi videoga. Gap yo'q. Qada his qilayotgan zakaz semichkalar bor akajon. Qaltirash, shamollash, temperatura varajanda o'laydigan semichkalar bor aka. Dabavkalar, qo'shandalar, to'yonalar, bonuslar, xolasiga, tog'asiga, ammasiga, pochchasiga. Akajon 10 ming semichka ko'tara olmay qolsangiz, aka o'zimizda Andijondan chiqayotgan raya suvlar bor aka. Ikki xil variantda nokli, anorli suvlar bor akajon. Bemalol ichasiz, domkada chiqib ketasiz, xudo xolasa akajon. Qara qo'yinglar, kiyimimgacha o'g'irlar. Shapkani ham menga o'xshab kiyyapti. Birdan soching to'kilmasa, kalta menga o'xshayman. Biznesda ham o'g'irlaydimi uka? Uyatga, sochni bitta ko'raychi. 5 minglik beraman, tikka turib uxlaydigan bo'lasiz aka. Dabavkalar, qo'shandalar, to'yonalar, bonuslar. Gapimgacha o'g'irlagan. Qara, qo'yinglar, unday qilmanglar, birodan ko'chirmanglar. Qo'ying. Aka, mana mashinaga qo'ygan puli. Qarang mashinacha. Ayol kishi deganda toptaza. Meni mehnatimni rozi qilasanmi? Qanaqa mehnating? O'zi qolgan pulini oldim-ku. Dumalagan mashinani ayol kishi haydagan deb sotib berdim. O'zim sotmay qo'ysangchi. Bermaysanmi? Yo'q. Aka, bu mashinani hech ham ayol kishi haydamagan. Ayol kishi haydagan mana tuflicha turibdi-ku. Yo, tuflida to'q hayda yurgan erkak kishini ko'rganmiz. O'zim sotdimmi? O'zim big'illatib hammasini aytdim. Ayol kishi haydagan bo'lsa, mashinada do'pni nima qiladi? Ona inemgirlar. Yaxshi ayol kishi-da, do'plar kiyib, esli ayol kishi-da. Hammayla. Bo'lmasa ayol kishining mashinasida aroqni butilgasi nima qilyapti? Shart etmish. Endi esli ayolinikani ora-orada siqilgan paytlar ichib turadi. Endi kimdir siqaydi uni, siqilaydi shunga. Ha, bo'pti, xo'p, men jinni ekanman. Bo'lmasa, bu nima qilyapti ayol kishining mashinasida? To'xtami. Endi sport bilan shug'ul, sportsmen deydi u ayol kishi. Nimani qisi yuradi, ko'p qisib yuradi. Sport. Ha, hop. Agar shunisiga ham bahona topsang, bir so'm olmayman. Молодец, otangga rahmat deyman. Bu nima qilyapti ekan ayol kishining mashinasida? Soqolini olardi, mo'ylovini olardi. Chunki erkak kishining mashinasi bu dumalagan kamigan. Uy, shipildi odat. Oshna. Sen bir yordam qilmagan ekan. Chalanga ishlayotgan. Xo'p, akalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar va videoga munosabat etdinglar, to'g'ri. Qanday qiziqarli chiqdimi? Shunaqa bayonlarni olib chiqishimizni xohlasangiz sizlar videoga kommentariyasiga yoki-da qiziqarli bo'pti, omad deb yozsanglar, men keyingi videolarda xudo xolasa bomba qilib bundan-da sifatini oshirib sizlarga sifatli videolar tayyorlashga to'xtamayman. Va yana bir marta aytaman, video har kuni xudo xolasa kanalimizda chiqib boradi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Sizlar bilan har doimgidek sho'xalaylik bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.